Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hazarasib Zagazonnadagi 2 etajli joyimizni boshlab edik. Shu xudo xolosa bitdi. Polni ishlarini ko'rsatib o'tamiz xudo xolosa. Bu assalomu alaykum. Sog'liqingiz yaxshimi? Oydinmisiz? Nishatdi. Qana ishlarimiz xoladingizmi? Rahmat. Ela, gap yo'q. Rahmat, bu rahmat. Siz ham rahmat. Rahmat sizlarga zamonaviy hamma zamonaviy yo'l qolyapti. Dim yaxshi ekan. Men ko'nglim Rahmat siz ham rahmat. Xudoy yo'lingiz keslar, kasbingizdan barakat toping. Dim yaxshi. Men lekin 5 ko'rinishlar ishlaydi. Selam, rahmat. Ekonomat tursizlar ham sizning materialim ekonomat pardingizlar ishini taxtan ham zayatmadingizlar. Rahmat. Hamma yer 60 a'lo darajada bo'ldi. Ilohim. Xudo xolosa yana ko'rsatib o'tamiz. Yine giraverishlerimiz xudo xolosa pollarni najlarga cho'tkatib, laqlarni ham içinde etib urib berdik yine. Laqlarni boshladilar shogirdlarimiz. Xudo xolosa bu xonamiz yine bitti. Bir qatori urildi mana xudo xolosa. Ikkinchisi malarkadan keyin bo'ladi. Taxtamiz sazna bo'lgana duguni sal ko'proq. Xudo xolosa yine biz yine Zinamiz ham görüp baho beraverasizlar. 16,5 million tushdi bu zinamiz xudo xolosa. Hamma bitishi, usta pulisi, xarajati, teyning o'zlari, hamma narsasi 16,5 million bitdi. Xudo xolosa ko'rsatib o'tamiz yana. Sifatini umuman gap yo'q. Ikkinchi etajga chiqib bo'lmaydi ekan, chunki kraska o'tiribdi ekan shogirdlarimiz. Yalbirab turishlarga. Rekadan yamalgan g'rovlari roverda chiqqan, prosto g'rov emas. Shuningmi? Zinamizning bahosi 16,5 million bo'ldi. Kimga arzon taxtadan zina kerak bo'lsa, agar shu MDFdan bo'lganda 21, 22, 23 million atrofida bo'ladi. MDFdan bo'lib, polni kraska bo'lganida bu taxtadan bo'lgani uchun kraska sal arzon tushadi, shuni hisobini arzon tushadi-da. Xudo xolasa. İkinci etajları gösterişi ilacı bulmadı. Lekin ikinci etaj ham lak urilib taxlanib duribdi. Xolasa. Bu qimmat Dragon ham şunun içinde 16,5 milyonun içinde. Bir de gireverişimizde oilevi çay içadigan defa bo'lib beri. Podval oldu. Hatta ki bu yine kichkina 50 santimetrlik g'rovlarimiz ham roverda chiqqan. Zina'nın g'rovuna qo'shish uchun. Mana ko'pincha 10 ming so'mlik одноразовый o'zlarimizning Hazarasidagidan uriladi dedi. Bu lekin o'ta chiroyli roverda chiqqan. Sifatini baho berasizlar. Xonalarimiz ham yine kataloglarımız bu mehmonxona bo'lgani uchun ozgina shaklda bo'ldi. Tep-tekis chiqdi, xudo xolasa. Bella oddiy splashli oldu. Bularning kvadrati 30 ming so'mdan. Bular 40 ming so'mdan ishlandi. Bular 50 ming so'mdan ishlandi. Bular ham 50 ming so'mdan ishlandi. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Bu aynalarımız ham yine tunikafonda ishlab berdik deyishdi ekan. Atqizlari kichkina bo'lgani uchun chotki duktunuk bo'lib chiqdi xudo xolosa. Narxi 400 ming so'm tushdi. Usta pulisi, rekasi, hamma narsasi ichida. Kraskasi, praskasi ichida. Xudo xolosa, ham kichkina aynalar yine. Garajlarimiz oddiy plastik bo'ldi. Depa ikkinchi etaj xudo xolosa tunikafondan bo'ldi, oddiy stilda. Xolasa pesam oddiy stilda обычный variantda. Pollari 2-3 yil burun qaqilgan ekan, yarım santimetr, 1 santimetr açıp ketgan ekan bu. O'rtalarına pena urdukdan taxlab berdik buni. Men toza aparatimiz zo'r xizmat etdi lekin. Satqa odam ham rahmat, to'p bergan ham rahmat. Zo'r bo'ldi. Şimdi pena urdukdan najdiklab berdik. 1 santimetrdan açıp ketgan. Dimrasi bor. Grunt topgan tutmacaq oldu. Yine bitken holati. Ucu qarayib ketgan. Lak kraskasi urilmasa şu holatiga kelib qoladi-da. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizlarni kuzatishda davom eting.